Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Boburjon, puldan qalaysiz? Yo, akajon. Hozir sal sharoit og'irroq. Ozgina boshimga mushkulot tushgandi, ozgina qiynalib qolgandim. Akajon, shunaqa qilmanglar. Hali 10 kun srogim bor. Men 10 kun srogimda beraman, lazim halol bilasiz. Bir kun ham o'tkazmay beraman o'sha kunda. Yo, Boburjon, to'g'ri tushundim. Sharoitingiz bo'lsa yordam qiling degandim-da. Sharoitim yo'q, akajon. 10 kunda ko'rishamiz, xudo xohlasa. Charchamang. Xo'p. Odamlarga ham hayronsan. Hali 10 kun vaqtim bor, pul so'rashyapti. Bolam tinchlikmi? Nima deyapti? Shu puldan qiynalib qoldim. Yordam qiling. Shu maqsad oldinroq pul olish ona. Bolam, puling bor-ku, bera qol. Onajon, odamga bergandan ko'ra pulimni nabarat qilaman, aylantiraman. 10 kun vaqtim bor-ku. Lavz degan kunimda beraman. Ovqat bormi onam? Bor, hozir. Ma bolam, pulni aytib ber. Ahvolim og'ir dedi. Pul zarur dedi bolam. Birovdan qarzingni uzmaguncha ishing ham yurishmaydi bolam, aytib ber. Ona, lavz qilgan, kelishgan kunim bor dedim-ku. Qo'ysangizchi. Bolam, u ham menga o'xshagan bir onani bolasi. Uni ham ishi yurishsin. Keyin seni ham ishing yurishadi. Hammasi yaxshi bo'ladi bolam. Duo qiladi. Bo'ldi ona. Telefonni o'tkazib yuboraman. Alo. Aka, bir joydan pul kelib qolgandi. Kartangizga o'tkazib qo'ydim. Mayli, aka, xo'p. Mayli, ko'rsangiz, xo'p. Alo. Assalomu alaykum. Rahmat. Xo'p, akajon, xo'p. Tinchlikmi bolam? Shartnomani imzolashdi onajon. Rostmi?